Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xushxabar tarqating. Endi O'zbekistonda rahbarlar xodimlarini dam olish uchun tog'larga yuborishadi. 2025-yil iyun oyidan boshlab har oyning ikkinchi haftasidagi shanba va yakshanba kunlari oila va hamkasblar bilan sayohat kunlari sifatida belgilandi. Bu kunlari tashkilot va muassasalar o'z xodimlarini Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz kabi tarixiy shaharlar hamda dam olish maskanlariga sayohatga yuborishadi. Bu xushxabarni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.